Bugungi videomiz har bir qiz, har bir ayol bilish kerak bo'lgan mavzuda bo'ladi. Bu mavzuda gaplashish, ona, bola, ona bilan qiz yoki ginekologga borganda ham bu mavzuda o'ylashadi, uyalishadi gapirishga. Assalomu alaykum. Men oliy toifali vrach-ginekologman, Dastan Valolovna. Bugun shu mavzuda, shu 5 ta intim sirlar haqida gaplashamiz sizlar bilan. Juda qiziqarli bo'ladi, oxirigacha ko'ring. Chunki bu mavzuda даже ginekologlar, hamma ginekologlar ham gaplashmaydi sizlar bilan. Demak, birinchi sir bu gigiyena haqida, intim gigiyena haqida. Masalan, menga kelgan ayollardan men birinchi navbatda so'rayman. Qanaqa qilib siz tahorat qilasiz intim zonani? Ular обязательно maqtanib aytishadi. Men ichini ham yuvaman, kerak bo'lsa sovunlab, kir sovunlab yuvish ekanda. Ichlarini ham, qin ichini ham. Bu вообще noto'g'ri narsa, noto'g'ri. Chunki qinimizda bizlarga kerakli, foydali floramiz bor. Shunaqa mikroblar bor, ular bizning qinimizni asraydi. Har xil infeksiyalardan, yomon infeksiyalardan. O'shani yuvib tashlashadi. Yana kir sovunlab kerak bo'lsa yuvib tashlashadi. Вообще даже kulgili bir anaqalar bo'lganda, qanaqa qilib yuvasiz deganimda, katta grusham bor, grushaga anaqa shu sovunli rastvor yoki har xil bu vositalar bor, dori vositalar, o'shalar bilan suv qo'shib, o'shalar bilan grusha bilan yuvar ekan. Yoki даже dush shlankasini tiqib yuvar ekanda. Nima bu, musorxonami, qin? Bu nima o'zi? Men o'shanda rosa urishaman, jahlim chiqadi. Chunki maslahatlashmasdan, men shuni ham mutaxassisdan maslahatlashib qilish kerak-da har bitta ishda. Bu juda nozik zona. Men shu florani agar men shunaqa yuvib tashlasa, sterilni bo'lib qoladi qin. Keyin havo bilan, suv bilan kirgan infeksiyalar bemalol rivojlanib ketadi. Shunaqa ayollar постоянно выделенияda yuradi. Chunki bu yerdan davolanadi, anaqa himoya yo'q, uni yuvib tashlagan. Bu yerdan davolanadi, qanaqadir svechilar qo'yishadi, yuvadi, nima qiladi, обработкаlar qilishadi, lekin qancha vaqt o'tib yana o'sha выделение kelaveradi. Bu bir. Ikkinchidan, to есть men aytmoqchiman, qin ichini yuvish mumkin emas. İçini yuvish mumkin emas. Chunki qin o'zi tozalanishga, o'zi tabiat shunaqa yaratgan bizlarni, qinimizni, u o'zi tozalanadi. Qin fiziologik shunaqa funksiyasi bor qinni. Keyin ikkinchisi bu anaqa oldindan orqaga yuvish kerak. Yuvganda ham, tahorat qilganda. Mana shuni qizlarimiz ham bilmay ekanda, ko'p qizlar. Buni endi onalar tushuntirish kerak, конечно. Qayerdan biladi yana? Internetda yozilmasa kerak unaqa narsalar. Orqadan oldinga emas, oldindan orqaga yuvish kerak tahoratda. Oddiy suv bilan, желательно shunaqa yuvish kerak, chunki orqadagi infeksiya oldinga shunda tushmaydi. Shunaqa. Siydik yo'llariga, qinga orqadan infeksiya tushmaydi. Shu ikkinchi sir desam bo'ladi. Bu sintetik, chiroyli, mana shu anaqa gipyurlik, nima, ichki kiyim kiyish, belyolarda, trusiklar, chiroyli trusiklar kiyishadi. Sintetik. Bu sintetik havo o'tkazmaydi, terlaydi. O'shanda infeksiya rivojlanishiga yaxshi sharoit bo'ladi-da, anaqa intim zonada. Yana ежедневка, kunlik prokladkalar. Men mana shu prokladka ishlatishga ham protivman. Men tavsiya bermayman, chunki ular ham чисто hib emas, ular sintetikdir.
bunaqadan qilingan. Kuni bilan qiz bola yurganda u bilan terlaydi, u yoqda ham anaqa tushadi infeksiya. Yaxshi rivojlanadi, chunki terlaganda ular uchun yaxshi sharoit bo'ladi infeksiya rivojlanishiga. Keyin anaqadan orqa teshikdan ham bu uqalanadi-ku yurganda mana shu prokladka. Uqalanganda orqa teshikdan ham oldingi anaqaga infeksiya sekin o'tishi mumkin. O'shaning uchun lучше ichki kiyimlarni kuniga 1-2 marta almashtirsin qiz bola. Mana shunaqa ежедневка ishlatgancha. Mana shu. Uchinchisi bu intim sohada har xil vositalar, hidli gellar ishlatish. Bular ham pH degan narsa bor qonimizda. U pH o'zgarib ketadi, buzilib ketadi. Shunda bizlarni normalniy floramiz normalniy rivojlanmaydi, bizlarni himoya qilmaydi qonimizda. Mana shu gellarni ham sotib olganingizda intim gel, intimni gigiyena degani bor. Uni pHni ko'rish kerak. pH где-то 5 gacha bo'lish kerak. 4-5 bo'lish kerak. Shunaqa yoziladi. pH 4,5-5 gacha bo'lish kerak. O'shanda sizga hech qanaqa ziyon keltirmaydi bu gellar. Hidli bo'lmasin. Желательно mana bu hidli har xil добавкаlar solinadi, ularga ximikatlar solinadi. Ular allergiya ham berishi mumkin. To'rtinchisi o'z-o'zidan bilib bilmasdan har xil svechalar, hozir mana chat GPT chiqqan, juda maslahatni shu chatdan olishadi qizlarimiz. O'shanga qarab har xil nima lecheniyaga borib bemalol aptekadan svechalar sotib olib yoki o'rtog'idan so'rab shunaqa svechalar bilib bilmasdan ishlatishadi. Har xil tabobat anaqalari, svechalari, qanaqadir tabletkalar chiqqan. Endi ayollar menga kelganda aytishadi, shunaqa svechka qo'ydim, shunda qurib ketdi. To'g'ri, chunki u mana shu tabobat mana bu toraytilgan, quritadigan svechkalarda, tabletkalarda achchiq tosh bor tarkibida. Achchiq tosh bu umuman pHni buzib tashlaydi, kuydiradi kerak bo'lsa, mana shunaqa holatlarga olib keladi. Keyin qichishish paydo bo'ladi, quruq bo'lib ketadi, shunaqa nimalar shikoyatlar bilan kelishadi keyin. Maslahatlashmasdan, mutaxassis bilan maslahatlamasdan bunaqa ishlarni qilish mumkin emas. Bu juda nozik zona, juda e'tiborli bo'lish kerak, juda ehtiyot bo'lish kerak bu zonaga. Beshinchisi bu profilaktik osmotrlar. Profilaktik osmotrlar, masalan, hech narsa bezovta qilmasa ham har 6-7 oyda ginekologdan osmotrdan o'tish kerak. Chunki shunaqa kasalliklar bor, bezovta qilmasa ham sekin-sekin rivojlanib, уже doktorga borganda kech bo'lib ketishi mumkin. Masalan, onkologik kasalliklar, bular masalan boshida hech qanaqa simptomlari bo'lmaydi. Hech narsa bezovta qilmaydi. Og'riqlar, hech qanaqa выделение, hech narsa bo'lmaydi. No, rivojlangandan keyin, уже kech bo'lgandan keyin уже qanaqadir simptomlar, qanaqadir nimalar paydo bo'ladi, belgilar. O'shanda уже doktorga borsa ham уже kech, уже oxirgi stadiyalarda ham kelishadi shu ayollar. O'shaning uchun, o'shani oldini olish uchun har 6-7 oyda osmotr qilish kerak. Qizlarda, turmushga chiqmagan qizlarda ham hozir masalan uyalish kerak emas, ginekologga olib borish. Masalan, siklda qanaqadir o'zgarish bo'lsa, qanaqadir выделениyalar bo'lishi mumkin, og'riqlar bo'lishi mumkin. Uyalmasdan ginekologga kelish kerak. Chunki qizlarni biza masalan onalar turmush qurgancha agar shug'ullanmasa mana shu har xil muammolari bilan, уже turmush qurgandan keyin уже kech bo'ladi, уже oilasida ham har xil muammolar paydo bo'lishi mumkin. O'shanga men aytmoqchiman, bu mana shu mелочь narsalardan katta muammolar paydo bo'ladi.
o'shanga shu mana shu sog'lig'i, mana bu zonani, intim zonani sog'lig'i sizlarga bog'liq. И mana shunaqa tonuslarga e'tibor beringlar. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Hammasiga javob beraman.